Hammaga salom do'stlar, hammangizni ko'rib turganidan xursandman va yana biz FIFAga qaytdik. Ha do'stlar, anchadan beri videolar umuman chiqmagandi va yana yangi videolarni boshlaymiz biz. Biz yana FIFAni qayta o'rnatib oldik va mana yangi tarkibimiz: Foden, Drogba, yana Drogba manga, Antoni, Rabiot, Costa, Beckham, Marco Kurella, Koeman, Kompany, Walker, Leno. Xo'sh, bu yerda Messi, Ronaldo, Pele va Barsaning o'yinchilari. Xo'p do'stlar, hammangiz meni sog'ingan bo'lsangiz kerak. Bizda yangi eventlar kelgan, TOTS eventi kelgan. Men FIFAni tashlamadim, shunchaki YouTube'ga videolar qo'ymay o'tirgandim. Endi biz mana qaytdik. Oxirgacha boramiz endi biz. Do'stlar, faqat sizlar obunani oxirgacha bosinglar, tamom. Avvalgi 150 akkauntim ham ketdi. Mana bu esa yangi akkauntim endi. Endi ko'ramiz, yangi akkauntdan videolar olamiz yaxshi. Harakat qilamiz. Xo'sh. 107. Biz o'yinchilarimiz juda ham ajoyib. Qani bo'lmasam ketdik. Didier Drogba. Antoni do'stlar, legenda tushib qoldi menda. Menga legenda tushib qoldi. O'zim bilmagandim. Endi uni videolar qila olmadim, lekin qisqa videolar chiqarib turyapman. Didier Drogba. Mayli, endi bu yoqdan boshlab videolar chiqaveradi tezroq. Foden ham tushdi menga. Pitch Bitsdan hamma ko'rgan bo'lsa kerak endi. Mening shu oxirgi videom Kodneonda, undan keyin yana chiqarmay qo'ydim. Lekin endi biz to'xtamaymiz. Oxirigacha biz. Antonini просто bitta ko'ringlar. Mayli. Beckhamni ham og'ildik biz. Ancha belli Beckham olganmiz. David Beckham. Va Foden. Oh my god. Kukurella tushdi keyin. Sonkran Sale degan sezon kelgandi-ku. O'shadan Foden. Keyin Walker tushib qoldi o'sha Sonkran Sale'dan. Moshgan bo'lsa kerak 1+1+1+7. Xohlagan eventdan tushishi mumkin. Shu yerdan menga tushib qoldi. Endi bu ham bir omad. Didier Drogba. Mayli, mag'lubiyat. Normal. Ikkinchi o'yinimizni boshlab oldik. Raqibimiz anchagina zo'r. Qoldim menimcha. Lekin Antoni bilan harakat qilamiz. O'ng oyoq emas, chap oyoq bilan. Menimcha mag'lubiyat. Kubokchalarim ketib qolyapti. Emiliano Martinez. Yo'q, hech qachon qolmaslik kerak. Drogba faqat tushyapti, lekin yaxshi bilmayapti Drogba. Nima uchun TOTS eventidan 2+7 oldik biz. 6 ta fragmentga. Siz ham olgan bo'lsangiz kerak. Didier Drogba faqat. Foden, Drogba. Yana mag'lubiyat. 208. Katta mag'lubiyat. Ancha qopmiz-ku. Endi o'zingiz ham bilsangiz kerak. 109 o'yinchilar chiqqan. Xo'sh, sovg'amizni olamiz. Kunlik sovg'a 300 ta olmos, 750 ta kuchaytiradigan va TOTS
tokenlari do'stlar. Xo'sh, endi navbat Star Pass yo'nalishiga. Bu yerdan ham sovg'achalarimizni olamiz. Xo'sh, endi navbat Team of the Season yo'nalishiga. Bu yerga kirgandan so'ng xo'sh, endi o'yinlarimizni o'ynab olamiz. Xo'sh, sharafimizni mana Kai Walker boshlaydigan ekan. Xo'sh, menimcha noaniq. Ketdi. Hoppa. Kai Walker avval City'ga o'ynagan, hozir Milanga o'tib ketdi endi. Chunki Husanov kelib qo'shildi. Shuning uchun buni ham sovg'asini olamiz. Xo'sh, mana Tots Pack. Endi mana bu shartni qilamiz. 50 bitta futbol ketdi. Go. Mana Phil Foden bajarar ekan bu shartni. Foden o'rniga boshqa o'yinchi olishim kerak. Bilmadim kimni olishni. Xo'sh, bajarildi. Buni ham sovg'asini olamiz. Xo'sh, Tots Pack. Team of Season. Bitta mana shu o'yinimiz qoldi. City bilan o'ynaganmiz. City'ga lekin Husanov karti chiqmadi. Ko'ramiz. Xo'sh. Mana futbolimiz boshlandi. Biz boshlayotganmiz. Anthony. Well, we're into the final half hour. Xo'sh. Didier Drogba. Gvardiol. Bruni do'stlar. Anthony juda ham ajoyib gol uryapti lekin. Ko'rib qo'ying. Anthony ajoyib. Oy. Bunaqa yo'llarni men bilmayman do'stlar. Anthony burchaga qilib qo'ydi albatta. Ajoyib. As you can see, he's a great talent. What a run, what a goal, and what a play he is. Yopishmadi. Mana sovg'amizni olamiz endi. Tots Token B. Xo'sh, biz mana bu yo'nalishni tugatib bo'lganmiz. Bu yerda mana Tots shartlarni, tokilarni olganmiz. Bu yerda 3 ta Mascherano, Casido bor. Xo'sh, biz endi mana shu yo'nalishdan ketishimiz kerak. Hozirda biz 2 ta Mascherano olamiz. Mana 2 ta Mascherano. Endi ya bunga yetmas ekan. Bunga ham yetmas ekan. Xo'sh. Endi mana endi Rabiotni kuchaytiramiz. Brizon. Yaxshi. Mana shunga beramiz. Joyib Brizon bir bo'lganmisaga zo'r bilasizlar. Yo'q. Xo'sh, bugungi videomiz yaxshi bo'ldi degan umiddaman. Keyingi videolargacha ko'rishguncha hammangizga xayr.